Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İslam ve Biz programımızdan 112. saniyini görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz her haftada bir kıtım huzurunlarda yıllardan bu yan bu lügatimiz her bir Müslümanın çokum eniq roşan delil üstüge Kur'an, sünnet ruhi astıda, bunun nuru astıda düşünüşü gerek boğan xil mavzularını nayeti tefsili halette vaktimizden yetkince toxtulup kilovatimiz. Allah subhanahu ve taala bu sözlengen barlıq temalardan haqiqi rəvişdə paydalanıp əməl qilishqa müyəssər qilishini tileymiz. Programımızdaki daimlik mehmeni hammalar tunuşup boğan hürmetlik Ustad Şərq Türkistan Ölümalar Birliği şundaqla Dünya Müslüman Alimlar Birliği Azasi Abdurrahman Cemal Kaşiğari'ni teklif kıldık. Kıymetli vakitten çıkarıp kadem teşrif belgeleri için köp rahmet etmemiz lazım. Rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarıqlı vatıdı. Ekran aldı çıkıp durvatkan numarımız şundaqla ictimai uçur vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık. Programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa, berişinlarni suallarına bolsa, soruşunlarni ümit qilamiz. Bugünkü temamiz tünügümüz e'lonimizda bergandek sünnetni inkar qilguvchilarninki oxiri safsatalarga, chalvaqashlarga pisand qilmaydi deb qaraymiz albatta bu aqlli millatni. Chuqum ilmni, bu nurni, bu hidoyatni kimlardan elishi kerak ekanligini, kimlarga agishishi kerak ekanligini biladigan saviyada millatimiz deb qaraymiz albatta. Aqqarini ayırıqdək şekilde. Unda olsa programımızga bevasita kirib kelsak hurmatli ustoz aldı bilan şu sünnet marifat manbasimu yoki orqada qilish sababimi degan savoldan başlasak. Çünkü bu savolni sorishimdagi maqsad albatta buni bilmaganlikdan yoki biz bundan shaklanganlikdan emas asla. Nauzubillah. Allah saqlasin ki bu ta bizning bütün derslerimizde Kur'an bilen sünnetinin ayrılmaz bir hidayet yolumuz ekanligini söylep kelyapmiz. Şundaq bolsa körürmenge mana bu şundaq şübhilik suallarni tug'dirdiganlarning sualini so'rab turib bununla bir cevap elish maqsadi so'rayapman. Xo'sh. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Yukarıda siz sual qo'ygandek ba'zilar İslamga tushunisi ro'shan bo'lmagan, islomni tushunmagan sharqshunoslarningki fikri axlatlar bilan ta'sirlangan bir qism maxluqlar bu sunnat musulmonlarni oqid qilishning sababi. Bu islom jamiyatlarida xurofotning, afsolaninki topishninki sababi deb qaraydigan bu xil ta'tu ko'z qarash yo'q emas. Shunga buni bir az yo'rtishga to'g'ri keldi. Sunnat yoki payg'ambar alayhissalomning hayoti bu İslam fikri ve İslam medeniyet tarihinde İslam kanunshunosligining ikkinchi manbalik rol o'ynab kelgan. Sünnet bu itibar bilan fikriy izlanishlar va ilmiy tadqiqotlar sohasida xeli ko'p ko'ngil bo'lishga erishgan. Sünnet Qur'oni Karimning sharisi yoki bayoni bo'lish itibari bilan İslam medeniyetininki shar'iy, ijtimoiy, iqtisadi, siyasi ve medeniyet bilimlerinin şekillenişinde türkülük rol oynagan. Sünnet yana delilinin ya haberinin ki rast yalğanlıqını tekşürüp mənbəsini hüccetleştiriş sahasında olsun. Yani bu bir delil dep qaralsa, ya ki paket değilse, ya ki haber değilse, rast mı yalğan mı? Rast olgan bolsa nemege asasen rast? Yalğan bolgan bolsa nemege asasen yalğandı? Bunu hüccetleştiriş sahasında olsun. Ya ki haberinin yetip giriş mənbələr sahasında olsun. Nədən gələn? Kimdən gələn? Qaysı yol ilə gələn? Qancha mənbədən gələn degan. Bu yoldan gələn bolsun. Ya ki şu haberini yetkizuvchilar, ya ki naql qilguvchilarningki o'lchamlik ya o'lchamsizlik, ya ki ishonchlik, ya ki ishonchsizlik o'lchamlarini bekitishda olsun. Dünya tarixida, madaniyat tarixida, fikrlar tarixida ko'rilib boqmagan darajada yangi bir metod barliq kelgan. Sunnatningki hürmeti bilen sünnetninki itibarı bilen. Bu sünnet ilminin neticesinde delil olsun, meyli bir vakalik olsun, meyli bir tarih olsun, bunun rast yalğanlığını tekşürüşte İslam medeniyet pehirlerine gerek bir metod barlıq gelgen, şekillengen. Sünnet marifat mənbəsi, medeniyet mənbəsi,
süptide Kur'an-ı Kerimni izohlab bergan. Kur'an-ı Kerimning ishorat qilib o'tib ketgan so'zlari, oyatlarni ro'shanlashtirib bergan. Kur'an-ı Kerimdagi har bir oyatning maqsad, murodlarini uni jamiyatda, ijtimoiy hayotda mujassamlashtirib bergan. Kur'an-ı Kerimning prinsiplari va ko'rsatmalari bo'lsa, mayli shaxsiy hayotda bo'lsin, yoki kollektiv hayotida bo'lsin, yoki diniy ishlarga aloqador bo'lsin, yoki davlat siyosat ishlariga bo'lsin, qimmat qarashga, qonunga aylantirib bergan. Bu orqali sunnat musulmonlarning hayotini ijtimoiy sohada bo'lsin, iqtisodiy sohada bo'lsin, siyosiy sohada bo'lsin, madaniyat sohasi bo'lsin, yoki boshqa davlatlar bilan o'rnatilgan diplomatik sohasida bo'lib qolsin, musulmonlarning hayotini kontrol qilib turadigan bir qonun tuzumlarini yo'l qo'yib bergan xaritadan iborat. Payg'ambarimiz qarasak, payg'ambarimizning vazifasi Qur'oni Karimni yetkazish, izohlash. Payg'ambarimiz bu vazifani to'liq o'rladi. Payg'ambarimiz bu vazifani o'rlab Qur'oni Karimninki aqidasi, Qur'oni Karimning shariati, Qur'oni Karimning prinsiplari, qimmat qarashlari, axloqini musulmonlarning hayotida amaliy naq maydonda ko'zi oldida tatbiqlab ko'rsatadi. Musulmonlarning hayotini Qur'oni Karimning eng yuksak maqsadlari bo'lgan tavhid, tazkiya, güzel axloqli qilish, qalbini pok tutish, musulmondek yashash va taraqqiyotdan iborat Qur'oni Karimning eng cho'ng maqsadlariga yuzlanadi. Muhammed Aleyhisselam Qur'oni Karimning prinsiplari asosida ve Kur'an'ınki şerisi olan sünnetninki ko'rsatmasi asosida cemiyet kurup çıktı. Ümmet kurup çıktı. Devlet kurup çıktı. Devletinin kanun tüzümlerini yol koydu. Ve insaniyetke hemmesi maskeye gidek, her kandak insan dini kandak oluştan qat'i nazar, rengi kandak oluştan, qaysi qit'at yaştan qat'i nazar, hatırcam yaşayalaydigan dünyavi medeniyetini yaratıp çıkardı. Bu peygamberimizden sünneti İslam devletinin inçik tarihilik rolünü oynagan. Hoş. Bu sünnet qaraydigan bolsak, peygamberimiz kurup çıkan devletninki asas kanun maddeleri, devletning İslam devletininki süpetleri, Müslümanlarınki ijtimoiy hayatı, jangları, g'alba ve mağlubiyetleri, Müslümanlarınki başka devletler bilen ve başka dindikiler bilen o'rnatgan diplomatiya münasebetlerini yak alakalar yo'rtib beradigan ma'rifat manbasi, madaniyat manbasininki rolini olib kelgan bu sünnet. Hoş. Yani shundaqlam bu Rasulullahning sünneti, yoki Rasulullahning hayoti devletning kengash qurilmasi, devletning ijtimoiy qurilmasi, devletninki qonun tuzumlari, devletning aparatlari, kadrları, tercümanları, elçileri ve şunun o'xshash devlet tava bo'lgan bu qurilmalarni yo'rtib berishda emili bir tecrübe bo'lgan. Ma'rifat manbasi bo'lib kelgan. Tugunmas bir xazina bo'lib kelgan. Bu yuqorqi bu ma'lumotlarni, bu ma'rifatlarni sunnatdan boshqa manbadan topqin olmaydi. Biz Qur'on manbalik islomga erishimiz deydigan tuzkorlar, Kur'an biz yeter edilen tuzkorlar, bu yukarıda biz bayan qilgan bundan mahrum kalır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir qanchalagan oyatlerde İslam'ның siyasi tüzümününki ana ramkisi bir bölükünü Kur'an bayan qilgan bo'lsa, bu siyasetninki asas kanunun yoki siyaset asas kanunun bir bölükünü Kur'an bayan qilgan bo'lsa, bir bölükünü sünnet bayan qilgan. İqtisadi tüzümünün ana ramkisini, bazı qoidalarni sünnet bayan qilgan, bunun tafsilat türlerini sünnet bayan qilib bergan. Qur'oni Karim bu amru mushura dedi. Devletni qonun bilan boshqarsan dedi. Ammo qandoq boshqarildi? Bu kengash. Parlament qaysi shaklda bo'ldi? Payg'ambarimiz qandoq yurgizdi? Islom davlatida qandoq bu joriy bo'lib keldi? Buning xarakteri nima? Obraz nima degan? Bu ma'lumotning hammasi Qur'onda topilmaydi, balki sunnatda topildi. Qur'on bizga yetadi deydigan emasdi, yo'q biz davlatla ishimiz yo'q. Bugungi devlet qanday bo'lgan bo'lsa, shu bo'yicha bizmi havoda uchib yazsak bo'ladi. Biz Allohni badsak, payg'ambar bir pochtka deb qarab o'tib ketsak, ishimiz tugaydi deydigan bir noahillardan iborat.
Endi buningdan shuni ko'rib olish bo'ldiki, Rasulullohning sunnati Qur'oni Karimni ko'kka ko'tardigan. İslam medeniyetini shakllantiradigan ve musulmonlar erkin nefes algan havanın ki rolunu ötep gelgan. Eğer bu sünnet bo'lmasa, Qur'oni Karimning ki itibar takım şu. Bazıları dedi ki, yani bazılardan maksat sünnetni almaydiganlar, sünnetni inkar qildiganlar. Biz Qur'onni ulug'lash uchun sünnetni almaymiz. Bu sünnetning ichida ojizi var, o'ydirmasi var, uçusu var, buçusu var. Şuna Qur'onni muqaddas uchun sünnetni yiroqlash lazım. Biz bu sünnetning turi haqida keyin to'xtalamiz ayrim temada. Xo'sh. Belki sünnetning maqomini, Qur'onning maqomini ko'taradigan, oyatlarning e'tiborini taxmi yuksaltiradigan narsa nimasi dal sünnet. Bu sünnetni inkar qilsa, bu orqali sünnetni yo'q chiqarib turib, at o'rgan. Qur'on oyatlari haqida gap qilmoqchi. Qur'on oyatlari ta'niq qilmoqchi. Qur'on oyatlarining ijtimoiy hayotimizdan buni yiroqlashtirmoqchi. Demak, sünnet ma'rifat manbasi sifatida bo'lsin, yoki madaniyat manbasi sifatida bo'lsin, yoki qonunshunoslik manbasi sifatida bo'lsin, yoki siyosiy ijtimoiy tarix manbasi sifatida bo'lsin, yoki prinsipal masala bilan tarmoq masalalarning orasini ayiradigan bir o'lcham bor. Xo'sh. Savobit mutagayyirat deydigan bu o'lchamlarni bekitishda bo'lib qolsin, bu emili bir tajriba. Musahalada sünnet Qur'oni Karimning ko'rsatmalarini, Qur'oni Karimning qimmat qarashlarini musulmonlarning hayotida Xo'sh. emili tatbiqlagan ve medeniyet yaratgan ko'rsatma iborat. Bu sünnet. Mayli medeniyet manbasi deb qarayli sünnetni, ilim ma'rifat manbasi deb qarayli, yoki qonunshunoslik manbasi deb qarayli, yoki siyosiy ijtimoiy tarix manbasi deb qarayli, Qur'oni Karim oyatlarini amaliy hayotga, musulmonlarning hayotiga, real hayotga tatbiqlagan, medeniyetga aylantira olgan narsa nima desa? Xo'sh. Peygamberimizning sünnet. Shuna İslamning qimmat qarashlarini, İslamning prinsiplarini, İslam axloqini ve İslamning ilim, ma'rifat ve medeniyetini tashkil qilgan Qur'on sunnatdan iborat bu ikki manbani bir-biridan ayirib qarash qattiq to'g'ri emas. Shuning bilan birlikda bir qism jahillar, bir qism ozg'unlar bozor selayotgandek bu sunnat hargizmi ilim ma'rifat qarshi emas, sunnat hargizmi musulmonlarniki orqit qilishdan sabab emas. Xo'sh. Belki jamiyatda ba'zi bir xurofotlar bo'lishi mumkin. Musulmonlar dunyosida ba'zi bir afsonalar bo'lishi mumkin. Bu sunnatdan kelgan afsona, sunnatdan kelgan afsona emas. Ba'zi bir xato fikrlar bor. Masalan, tasavvuf dunyosida delilga uygun bo'lmagan, Qur'on oyatiga uygun bo'lmagan, payg'ambarimizning nurliq hadisiga uygun bo'lmagan ba'zi bir oshirib o'tgan sunnat bilan aloqasi yo'q, islom bilan aloqasi yo'q, ba'zi safsata ahvollar mavjud bo'lsa mavjud. Bu sünnetning ta'siri emas, belki musulmonlarning bir xato tushadisiga. Bir qism musulmonlarning xato bir yo'l kirib olganlikdan natijasi. Buningki sunnat bilan bu safsatini yoki bu orqat qilishning sunnat bilan hargizmi aloqasi yo'q. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat haqiqatan tafsili ichib balamdim shu. O'tgan soatda albatta to'xtaldik shuncha valla hayotimizda shunchalik ahamiyatga ega bo'lgan bu sunnatni inkor qilishning xatarlari haqida. Hamda bu sunnatni inkor qilish jinoyatninki bu jinoyatning ta'siri qanchalik bo'ldi degan nuqtada biraz to'xtalsak. Sunnat inkor qilish jinoyat emas, ig'ir darajadagi bir jinoyat. Gunoh emas, ig'ir darajadagi bir gunoh. Buningki jinoyat, ig'ir daraja kaboirdan ichib tushadigan, zina fohishtimi ichib tushadigan bir ig'ir jinoyat ekanligini dalili nima desa? Birinchi bo'lib bu sunnatni inkor qiluvchilar ikki turga bo'lindi. Biroz balki ayrim bir hafta to'xtaydi. Ikki turga bo'lgan sunnatni inkor qiluvchilar. Birisi bishbutun e'tiborsiz qaraydigan, birisi bir qismini olamiz, bir qismini olmaymiz deydi. O'ziga kelganini oladi. Kelmaganini biz ayrim to'xtalamiz bu yerda. Bu sunnat inkor qiluvchilarning jinoyati intayin ig'ir, xatarlik. Chunki bular birinchi bo'lib İslam payg'ambari Muhammad alayhisolamni Allah'ning vahiyisini yetkazib qo'ygan pochtkasidan iborat deb qaraydi. Sunnatni inkor qilganlar olmaymiz desa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Allah'ning vahiyisini insonlarga yetkazib berdi. Vazifasi tugadi shuni oladi. Bu bir pochtkasining o'rnida. Buni bayon qilish haqqi yo'q, tafsili izohlash haqqi yo'q, yoki Qur'onda kelmagan hukmlar bo'lib qolsa-mi? Tarmoq hukm bo'lsa-mi, yo'l qo'yish haqqi yo'q. Bu pochtkash bo'lgandan keyin opirib tugaydi deydi. Bu payg'ambarning roli shunchalik. Shu bugun kunlik payg'ambar andaq, payg'ambar manda degan gapning ahamiyati yo'q.
Bizde akıl var dedi. Biz aklımız gidiyoruz. O peygamberinin aklı tügdü dedi. Vazifesi tügdü dedi. Birinci olab. İkinci olab bu sünnetni inkar qiluvchilar islom madaniyat tayingan turklardan bir nechini o'rib tashlaydi. Bu madaniyat deganning moddiy tarafi va ilmiy tarafi va axloqiy tarafi va siyosiy tarafi va. Xo'sh. Buni o'riblam tashlaydi. Biz keyinchi tafsilga to'xtalsak bu. Uchinchi olab bu sunnatni inkar qiluvchilar islom madaniyatiningki ibodat fiqhisi. Muomalat savdo-sotiqqa yoki iqtisodga aloqador bu fiqhisini axloq fiqhisi yoki axloq ilmi, tazkiya ilmi insonni pok tutib turgan bu ilmlarni shalonlashtirib o'tdi. Chunki Qur'oni Karim qarasak, namoz o'qinglar, ro'za tutinglar deb oyat kelgan bo'lsa, buni aytdi, ixcham kelgan. Xo'sh. Ammo uning tafsilot haqida bayon ma'lumot bayon yo'q. Tazkiya ilmi ham shunga o'xshash va yuzakkihim va yuallimdik. Axloq ilmi ham shunga o'xshash. Buning tafsiloti amaliyotda, ijtimoiy hayotda, shaxsiy hayotda, davlat hayotida, siyosiy munosabatda buni tatbiqlaydigan qonun nada bayon qilingan desa, sunnatda bayon qilinadi. Demak, biz sunnat kelmasa, bu ilm shalanshib qoladi. Xo'sh. İsmi amaliyot yo'q. Bir oz ekan buning misolini ko'rib o'tamiz. Demek bu sünnetni inkar qiluvchilarning xatarli ekanligi, bularning ig'ir darajadagi kabairni eshitib turgan bir xatolik o'tkazganligi nereden bilib olgan bo'lsa, islom madaniyatini inkar qilganlikda, islomning qimmat qarashini chatqaqanlikda, islom prinsiplarini e'tiborga olmaganligida va musulmonlarning tarixini inkar qilayotganligidan bularning ne kadar bir xatarlik maqtuq ekanligini shu yerdan his qilib olgan bo'ldi. Gerçi o'zini boshqacha atabasin. Bu sünnetni inkar qilish ozg'unlar o'zlarini chiroyli ko'rsatishdi. Başkalar bizi yaman görüp kalmışsın. Başkalar bizi üç görüp kalmışsın deb Kur'ançılar deb aytib. Vay biz Kur'an'ga işindiganlar. Biz Kur'an'dan ko'rsatmasi bilan mangdiganlar. Biz İslamda Kur'an manbalik tushundigan samimiy sodiq musulmonlar. Bizni yaman ko'rmanglar, bizni kaynimizni manglar deb. Deyishin o'zini paydalaydi. Amaliyotda shunday emas. Uning bilan niqoblamasa kim unga e'tibor qildi? Amaliyotda har qanday musulmon Kur'anchi. Kur'an'a işenmeyen Müslüman emas kafir o. Sünnetga işenmeyen Müslüman kafir o. Müslümanın her kandığı Kur'an'a ve Kur'an'ınki izahatı olan sünnetga işenmesi kafir. Xo'sh. Bular xas qartılganlar. Ama hepsi Kur'ançılar degan bularkan bu noahlilar qartılib qoldi. O'zi ayndaq da'vo qilgan bo'lg'achqa Kur'ançılar yoki sunnat inkor qiluvchilar deb atilgan. Amaliyotda o'zida pardozlab özü chiroyli ko'rsatib Qur'onchilar atavaganlar Qur'onchi ahli emas. Qur'on ahli emas. Qur'ondan eng yiroqlar. Qur'ondan eng yiroqlar. Eng cho'ng kazzablar, saxtipazlar. Chunki bular islomning qimmat qarshi inkor qildilar. Islom tarixini inkor qildilar. Payg'ambar mash'ilini inkor qildilar. Payg'ambar yo'li bilan mengishni e'tiborga olmaydiganlar. Qanday bo'lib bu Qur'on ahli bo'lsa, shu islom dushmanlari, sunnat inkor qilgan islom dushmanlari. Kur'an'ın bir kısım ayetler işinip bir kısım ayet işlenmeyden iki yüzlemelik münafıklar bu. En ağır derecede ozgullar bu. Yokmuş o, en akıl. Delil bağımız her birisine ayetten hadisini keskin delil. Böyle kesip diyerek. Şunu Resulümüz ta şu devirden agahlandırıp, ulanın Kur'an'ını şunçilik o'qishda chiroyli o'qiydiganligini haqda bayron qildirilgan shaklda. Ammo ularning iymoni keldan o'tmaydigan shaklda, ey Xudoyim. Demek bu sünnetni inkar qilganlarning ki shaytonlar var, pirlari, cho'nglar var. Bu g'arb dunyosida yashaydi. G'arb sig'ingan, g'arb panolangan, g'arb himoya qilgan. Buni azach bir yer etishninki nimasi yo'q. Endi bu bugungi kunlikda Uyg'ur jamiyatida, bu bugungi kunlikda chiqqan, bu 98dan tartib chiqqan. 98 tartib Turkiyada yashaydigan bir qism insonlar biz Qur'onni tutib maqsad qoldi ekan. Bizning bu jaholatga qilishimiz, aqida qilishimiz, taraqqiy qilmasligimiz bu sunnatni tutib maqanlikdan kelib chiqib ketganda bu sunnatni inkor qilgan, yerim inkor qildigan. Ehkam bu 98dan burun bu Turkiyada shakllangan. Hali ham bu buning quyruqchilari mavjud. Shu vaqtdan tartib bir qism ozg'unlar bu sunnat unda, sunnatning asli manda, sunnatni uva deb nurg'un shubhalarni tartishib boshlagan. Xo'sh. Fikriy axlatlarni. Buning 5i Yevropada, buning quyruqchilari Abdulaziz Bayandir degan birisi var va shunga o'xshash bir yana birlari var. İsmini deyishning hojati yo'q. Bayandirning atbolari ergash kuchlar 98dan 2000-yildan tartib buni Torbatilda Uyg'ur jamoatchiligiga singdirishga boshlagan. Fikriy axlatlarni bir yangilik sifatida o'tirib qo'ygan. Ammo afsuski bu axlat
Xavarijlar davridan tortib sunnatni almaslik, sunnatni inkor qilish azg'unligi xavarijlar davridan tortib bor. Shialar zamonidan tortib bor. Shu vaqtdan tortib bu azg'unlarni o'zini Qur'onchilar deb atab olgan bo'lgach, bu saxtpaz kazzoblarga sunnat inkor qiluvchi kazzoblar Qur'onchilar raddiya deb kitob yozgan. Ilhammo bu axlat zamon bir yana chiqib turadi. Bu haqda yana keyin tafsilot to'xtalamiz. Demak, bu shaytonlar, sunnat inkor qilgan shaytonlar Yevropa panolanganmiz, bularning murtlari Uyg'ur tili bilan so'zlaydigan bir qism murtlari, ularning fikriy axlatlarini yangilik emas. Islomni tushunmaydigan, sunnatni tushunmaydigan ba'zi bir yoshlarga, ba'zi bir avomga, ba'zi bir ziyol yangilik qilgan bu yangilik fikriy axlat. Bu axlatni chechib Uyg'ur jamoatchilik orasida fikri qalamqachilik tug'dirmoqda. Islomning haqiqatlari, islomning manbalari haqida musulmonlarni shakllantirmoqda. Payg'ambar mash'ilini o'chirishtirishmoqda. Payg'ambarning e'tiborini tushirib, sunnatni ijtimoiyatdan chetga qilib inkor qilish yo'lini tashabbus qilmoqda. Taxim bu gapni xulosalag'an vaqtida musulmonlarning hayotini, ya'ni ijtimoiy hayoti, iqtisodiy, siyosiy hayotni sekularizmlashtirib, yerim dinsiz bo'lishga tashviq qilmoqda. Mana bu sunnat inkor qilganning xatarli ekanini bu yerdan buni his qilib olgan. Gerçi bular og'zida e'tirof qilmasin, o'zidan ketayotgan yo'li dal shu. Xo'sh. Hakikaten insan içinde de şu Peygamber aleyhisselam'la sallallahu aleyhi ve sellem şunu bir poştikaş vazifesi yok. Akabı koyuz buldu diyişiler. Acaba biraz oyla. Sünnet kötürüp çıkanlar Kur'an ayrım bir din peyda kıyarlık diye. Hoş. Ya azırak bir oylasa insan eğer de şundan akablam Müslümanlar taşlapla bir plan kitaba vazifesi olan olsa Allah subhanahu wa ta'ala 23 yıl jarayonida her bir beşiği bir vaqalik, bir halqımız bo'lmaydigan bir ish kelgan vaqtida bu Qur'onning o'zini parcha-parcha tushuntirib, shu payg'ambarni bevosita ijro qilg'izib, maydonda sahobalarning ko'z oldida ko'z tutib turib, butun bu shu yillarga yeyib turib tushirmas o'g'iti yani. Men defterime kitobni olib bergan, tashlab bergan. Bu qadar ham Rasulullohning hayotida butun narsani eng oldin o'zi ijro qilib bizga uningki sharhlab tushuntirib qilgan bir payg'ambarning ummati degan bu axlatlarningki fikrlarga ma'ruz qilyapti dunyoning yerda. Xo'sh, hamda sunnatni inkor qiluvchilarning oxirgi maqsadini albatta necha darslarda so'zlab kelyapmiz. Ya'ni shunday bo'lsa, taxambak biroz echib tafsir qilib maqsadi. Sunnat inkor qiluvchi aqim, ozg'un aqimdagi maqsadlariniki eng oxir xulosalay boshlaydi. Xo'sh. Ba'zilar mustamid deyish mumkin, buningki tutayotgan yo'li cho'ng shaytonlarningki fikrlari mı? Ma bizdinki Uyg'ur jamoat chiqayotgan kichik shaytonlar u bosqich kelmadi. Bular kichikroq bosqich deyapti. Ya'ni biz sunnatning ichida Qur'onning oyatini udul izohlab bergan, Qur'on degan gapning o'zini ta'kidlaydigan sunnat bo'lsa olamiz, boshqasini olmaymiz degan ma to'varak bosqich deyapti. Ikkinchi bosqichga bu shaytonlar kelmadi bizniki. Uyg'ur tilli shaytonlar. Ammo cho'ng shaytonlarning maqsadlarini so'zlab o'taylik. Sunnatni inkor qiladigan shaytonlarning maqsadlari birinchisi tafsir ilmi, hadis ilmi, fiqh ilmi, sirat ilmi, aqida ilmini tamamen e'tiborsiz qo'yib, tamamen rad qilish, qabul qilmas. Hammasi xurofat, hammasi afsona, ayrim bir din paydo qilgan. Bu din deganda faqatlam nima dilda tushunamiz Qur'onda, uning hammasi bakadi. O mazhab degan hammasi axlat deydi. Ya'ni seninki necha shakllangan madaniyatdan, tarixi, qimmat qarashing yo'q narsa. Bu birinchi nishon. Xo'sh. İkinci nishoni bular sunnatga munosabatlik yoki sunnatda isbotlangan, sunnatga kelgan islom axloqi, islom qimmat qilish bir butun rad qil. Mesela bunu misal qalaylik, hijobni misal qalaylik. Xo'sh. Aniq buni ro'shan ko'rsatib bergansiz. Hijob bor bo'lsa, masalan, ayollarniki qo'li bilan yuzdan boshqa yeri avratdi. Barliq mujtahid olimlarimizda birda ittifoq bor. Xo'sh. Bularning nazarida hijob ochish nima yo'qdi. Qur'onda yo'qdi. Yalang'ochda yursin bo'ldi. Hatto ba'zilar sal taraqqiy qilgan buning nimasida ko'sardan boshqa men tursa bo'laverdi deydilar. Bu şeytanlarına. Mesela bular o'g'irlik, fohishlikning jazosini rad qil. Bu bugun qaysi zaman bu deydi. Biz qaysi davrda yashayapmiz deydi. Bu o'g'irning qo'ldan kesilgan zaman bugun kunlikda. Bir zina qilibdi deb ko'nglidan keyinga kirganligi darrov o'rdigan, to'y qilgan bo'lsa,
Uni rajm qildigan zaman bugunlik bir aytqil. Shunga u aqam deydiki, bachvozlik, o'xshash jinsliklarni zina qilish mesele yo'qdir. Chunki bachvozlik Qur'onda yo'q. O'xshash jinslik ayol kishi bilan ayol kishining to'y qilishi, bachvozlik, xotin kishining to'y qilishi bugun Yevropada bo'ladi. Qur'onda yo'q. Qur'onda yo'q bo'lganki, unda bo'lgan chaqda bo'ladi bu masala halol. Durust bu masala. Bunga jazo yo'q. O beşik kelgan bo'lsa qilmang deb biz aniq bormi desa, o qissa deb o'tib ketadi yakkagancha. Olmaydi. Shuning bilan birlikda bular soatlik to'y qilsa, oylik to'y qilsa bo'laver dedi. Xuddi mana shayalik o'xshash. Ya'ni zinoni yo'l qo'yish uchun nikoh qilganchalik bismillah devasimi, buni soatlik to'y qilsa, yo 2 kunlik yo 1 oylik to'y qilsa bo'ludi deb qaraydi. Bu sunnatni inkor qilgan aqamninki yetmoqchi bo'lgan asosiy nishonlar. Ya'ni islom hayotini jamiyatdan tamoman halolti, haromti deydigan narsaga o'rin bermaslik. Ya'ni bu sunnatni inkor qiladigan ozg'unlarning yana birisi misol. Bu sunnatni inkor qilish bilan to'xtab qolmasdan Qur'oni Karim oyatlarga shu. Tilozir. Buning deyishicha, xo'sh. Buning manbasini bu yerda hech narsa yo'q, kitoblarda yana. Bu ozg'un deydi sunnatni inkor qilgan shaytonlarning shu. Qur'oni Karimda muhkam deb qaralgan oyatlarning vaqt o'tib ketdi. Muhkamdan maqsad hukmi ana qo'ygan, tushunchasi ana qo'ygan, kim qarasa ma oyat mandaq demoqchi ekan. Masalan, Muhammadur Rasululloh. Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari. Oyat muhkam. Boshqa ijtihod qilgan olamiz yo'q. Boshqa tushundirganimiz yo'q. Gapni ayt ana qurishdi. Buning vaqti o'tib ketdi. Bugun bu tatbiqlashdan hojat yo'q. Qur'oni Karimdagi bu oyatlar, muhkam deb oyatlar bu Rasulullahning davridagi insonlarga xos edi. Payg'ambar itoat qilinglar deb kelgan oyatlarmi shu davrdagi insonlarga xos edi. Ya'ni payg'ambarimizning zamonidagi insonlarga bugun aloqasi yo'q. Bugungi kunlikda payg'ambarimizni yaxshi ko'rishga chaqiradigan, itoat qilishga chaqiradigan, uni muqaddas deb qaraydigan bu hukm nimaga o'xshaydi bo'lsa, xuddi xristianlarning, azib ketgan xristianlarning Hazrat Isa alayhisolamni iloh qilib olganiga o'xshash, yoki buddistlarningki bo'zog'i cho'qiniga o'xshashdan keldi. Ibodat qilganlik deydi. Payg'ambarimizni yaxshi ko'rish, uni muqaddas bilish, uni yaxshi ko'rish, hamma narsani a'lo bilish demak, bu Hazrat Isoga cho'qingandek yoki buddistlarningki bo'zog'i cho'qiniga o'xshaydi. Bu ozg'unlarning nazarida namoz 4 vaqtdir. Masalan, 4 vaqtdan maqsad bandat namozi. Namoz sham. Xutdan namozi jumada iborat. Musulmonlar. Pishin bilan asr nada qoldi desa, bu farz emas deydi. Bu chachka namoziga o'xshash, hayit namoziga o'xshash, bu sunnat namoz. Qismi bo'ldigan, qilmisimi bo'ldigan deydi. Bugun kunlikda shu yaqinda paydo bo'lgan Yevropa qit'asida paydo bo'lgan noahlilarningki islom to'ni o'rnab olgan kazzab saxtipaz ozg'unlarning tashviqotida bir qism yoshlar sunnatni o'qimsin bo'ldi ekan. Farzda o'qiydiganlar 5 vaqtning kibida. 5 vaqt o'qiydigan sunnatni o'qimsin bo'ldi ekan. Gunohkor bo'lmaydi ekan. Xolis o'qisa, xolis o'qimaydigan bu bosqich kerakli. Erta o'rgan 4 vaqt, 3 vaqt. Ma ozg'unim desa, namoz 4 vaqt, peshin bilan asr, nafil namoz. Lekin her namaz ishqirib ketdi, o'sha namoz yo'q. Bo'lgan nazar. Am bunlarni tan. Hey Allah. Bu sunnat kishilarning vaqtida bu namoz ham nima uchun 3 rakat o'qiydi? Nima uchun peshimni 4 rakat, xuttanni 4 rakat o'qiydi? Oyat bormi yo'q? Demak, bu yer musulmonlarni ozdirish uchun, qo'ldirish uchun, qaymoqtirish uchun har xil nimalarni bir yerdan topib chiqarlik. Bu ahli kazzablar. Endi bu yanna ahli deydi, Muhammad alayhisalom vahiy qabul qilgan eng oxir payg'ambar. Amma payg'ambarlarning oxirgisi emas dedi. Ya'ni vahiy qabul qilmaydigan boshqa payg'ambarlar, faylasuflar chiqaverdi dedi. Yana bu ahli dediki, sunnat inkor qilgan shaytonchi musulmonlar Xulafoi Roshidin deb atalgan 4 xalifadan ezib ketgan bo'ldi, emas ozg'indi. Yangi din paydo qilgan, sunnatni ko'tarib chiqib, rivoyatni ko'tarib chiqib, Qur'on yo'q narsani mau din deb e'tiqod qilib ezib ketgan bo'ladi. Bu sunnat inkor qilgan shaytonlarningki o'z og'zi bilan degan qalamlar yozgan bir misol. Maqsaddir bu. Demak, bu yerda sunnatni inkor qiluvchi bu ozg'unlar yoki sunnatni inkor qiluvchilar Qur'onni tutmaydigan insonlar emas. Qur'onga bir butun ishonadigan musulmonlar emas. Qur'onga amal qilgan musulmonlar emas. Chunki bular Qur'onga ishonadigan bo'lsa, Qur'onning butun aytib ishongan bo'ladi. Xo'sh. Qur'onning bir qismiga ishonib, bir qismiga ishonmaydi.
Ama afsuski samimiy bir musulmon, Qur'onga haqiqiy ishongan musulmon Qur'onning butun oyatiga ishonadi. Qur'onning izohati bo'lgan, Alloh tarafidan kelgan, payg'ambar bayon qilib bergan sunnatni tutib mangdi, sunnatga amal qiladi. Demak, bu sunnatni inkor qilish aqim yoki biz faqat Qur'on manbalik islom tutib mangamiz deydigan ozg'un aqim xuddi shialar. Biz Qur'onni qilamiz, ahli baytdan kelgan hadisni olamiz, qag'inni olmaymiz degandek, xavorijni bir xil degandek, bu bugungi bu ozg'unlarmi ozg'un bir aqim. Bularning maqsadi emas, Qur'onning prinsiplarini ko'rsatib bir-birlab yo'q qilmoqchi bu. Bular emas. Islom madaniyatini vayronlik qilib tashlamoqchi. Xo'sh. Bular Ama asla ibadet, so'da sataq va shunga o'xshash ahkomlarni e'tiborsizlashtirmoqchi. Şuna bilan birlikte Müslümanların ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotini bugungi dunyo shakllangan liberalizm yoki sekularizm holatiga tashabbus qilib, eng ko'p qisam masjidni ochdilar. Shu sekularizm hayotga tashabbus qilgan shaytonlardan iborat. Xo'sh. Maqsad shu, xulosasi bo'lgan. Balkim atogimiz chiqishim, yo'q biz bu darajada unda inkor qilganlar emas sunnatni. Biz fakat Qur'onda kelgan oyatga uzun kelgan sunnat do'st oladigan qog'inni olmaymiz degan to'p. Mav gap misal oshirib etdi deyishim. Mav cho'ng shaytonlarning gibini biz poklik nimasi var bizning manbasi bu. Ma töverek derski bu shaytonlar to'g'risida biz kilar qatimda ayrim to'xtalamiz. Xo'sh, inshaalloh. Tamam. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Endi müşahede şu bir sual isim keldi endi. Bu kattı başlarını o hem de tarihten bir batı bunda azgın firqalarınki planlap mesela Avrupa'nın şerhşünaslarınki mahsus nurgun kitaplarını yazıp ve o İslam dünyası tercüme kılınıp Müslümanların yaşlarını zehirleş üçün, bunda xilma xil fikirlerini çıkış üçün mü? Bir adım nurgun hem de çaparmalar vardı hem de. Baş planlar uçurgu hem de eşeddi düşmanlar değil hem de. Bununla bularning sözmelligiga, bularning aşındaq azdırıştırıga ezip kitip, yaxşı niyetlik normal bir ägeş küçü Müslüman. Muş toğurdin muşu oxşaydı dep Müslümanlarning aşıdın. Sap niyet bilen dinim muş Allah razı bulduğun yol muşu oxşaydı dep ägeşip ketkenlerning hükmünün buldu. Ama afsuski Müslümanlarning İslam bo'lgan tushunchasining tövelligidan bir fursat bo'lsa bir 2 ay, 3 ay kutsap sağlam kitaptan 2-3'ni okusa hali jiq ma'lumot ega bo'ladigan shunda bir erkin bir sharoitim o'qimaslikka, Xo'sh. izlanmaslikka, bu to'r dunyosi savodsizlarni chiqib olgan voy oshni mulla deb shuning kendidan yurishi, bir qism kazzoblarningki bir necha oyat o'qib qo'ysa, bir hadisni o'qib qo'ysa, hadis o ishondigan bo'lib qolsa, voy mullami shu ekan desh. Ammo afsuski bugungi dunyoda haqiqiy bilim egallari kamtarligidan o'zininki haddini yoki o'zininki maqomini bilganlikdan deydigan yerga deb demaydigan yer demay turgan bo'lsa, afsuski bir qism voizlar bugun kunlikda jamiyat qalayim qilib bir qism voizlar hattoki shariatning tuzuk narsa bilmay turib damonli qalbini kiyib olgan voizlar shariatning maqsadlari prinsipidan mahrum bo'lib hili tog'da hili bog'da yurib tagga o'xshab cho'glab yuradigan bir qism da'vatchi atalganlar bular jamiyatda sağlam fikirlik, Qur'on sunnat taqozo sağlam fikirlik islom bilan ma jamiyat insonlarning fikrini qalaymiqan qilib o'tib bor. Palani olim mundaq debdikan degan fursat bor. Nima ish qilsa ko'chirkining hammasi hozir mulla chiqib oldi. Hammasi damonli chiqib oldi. Hali bir laqamli chiqib oldi. Ammo amaliyotda bir tuzuk o'qigan bir o'lcham bormi seniz yo'q. Özünün halığı bakmaya durup birisi psikolorizm hakkında toxtuludu, birisi elmanizm deydi, birisi yanmış. Şer'i siyaset hakkında. Ama emniyette bir izdiriş bağım yok bunun. Unçilik bir sadayetim yok. Biz yaşavatkan kabalık bu. İstanbul'da mı? Ama bu yerde Irak yer beri bile İslami materyallardan hali, hakik ehli ilimlerden hali boğan. Bunda yer bazı bir ozgullar. Ehli ilim namı bilen, mulla namı, yanım bir namı çıksa bu ayet o'qiyotdi demasmi bu Qur'onning gapini qilyaptim, mushning gapi to'g'ri emasmi deb bir qism yoshlarningki unaga oldinib qolish ehtimoli bormi? Xo'sh. Bu nimaga o'xshaydi desa 2013da balki shuning oldi keyinida bir qism voizlar, olimlar emas, bir qism voizlar
ko'pincha istixborotniki vaizlari xato qalaymikan fikr tartib ko'plagan Uyg'urlarniki Suriyaga ya ko'plagan demak bir qism Uyg'urlarniki Suriyaga mengishga sabab bo'ldi. Xo'sh. Oyatda sabab bo'ldi. Buni qilganlar olimimiz emas. Vaizlar. İlim ma'rifatniki muqaddimasi yo'lda ketayotgan odamlar. Hayajon bilan shariatning maqsad murodlarini, prinsiplarini bilmay bir bo'lak inson ozdudimiz. Xato yo'lga boshlasın. Shuning o'sha bugun kunlikda buning ta'tirisi tamamen bu oshqullikning ta'tirisi tamamen liberalizmlashish, almanizmlashish yoki sekularizmlashish iborat bir aqim shakllanib, bugun qarasak musulmonlarning holi bu. Musulmonlar bizga yordam bermayotdi. Agar islom haq bo'lgan bo'lsa, bizning yerimiz turgan bo'ladi. Dinsizlikçi. Demak, bu Yevropaning taraqqiyot ahvoli qarg'ab vaqtida mushulning yo'li to'g'ri ekan. Unda bo'lgan bo'lmaydi. Masih butun kafir bo'lay desa, azroq bir yer o'namaqliq. Yüzgöçe çapanı seplan bo'ldi, men Hristiyan bo'ldim, Yahudi bo'ldim. Buddist bo'lgan bo'lsa o'zidan ishi. Xo'sh. Boshqalarni azdimi? Uni deyamay, mushulning hayotini maslashadigan bir hayot shakllantirayli deb. Buning uchun Qur'on qarsak namoz o'qing debdi. Belki erto'gin bo'ldi ish mumkin. Qur'onda namoz manda o'qinglar degan qoida bo'lmaganki, buning sur Fatiha o'qish, surdimchini qo'shib o'qish, ruku qilish, sajda qilish, bir tashahhud o'qish, salom berish gaplar bo'lmaganki, erto'gin Amitabha deb o'qish mumkin yoki xristianlikqa o'xshashlar ishki dolisiga tekizib qo'yib o'qish mumkin. Demak, ma'lada shakllantiraydi degan nima bilan bu bugungi bir qism ozg'un, yaqin yana bir qism fikri axlat so'rab chiqilgan. Hargiz yangilik emas bu. To'g'ri. Nima afsuski buning erishib ketgan yoshlar xato yo'l. Biz bu yoshlarni to'g'ri yo'l qaytishga, haqiqiy ulamolar, haqiqiy olimlar erishmash, haqiqiy ulamolarning kitobini o'qishga, ma to'r dunyosi chiqib bilib, vaqirab so'zlaydigan hili otliq, hili bu otliq nim bo'lsin, bu tegiz haloyati aniq bo'lmagan g'atcha chiqiblar o'zida damal yana jimlab atlagan mavlardan yiroq turishi, vaizdan yaqinlashmasligini buni umid qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Başka yana suallarım var mı? Özlem bir sualay vaktimiz mutuşup gitti inşallah. Yanıkiler saatte devam kılamız. Kadirli görürmenlerimiz şuna kalıp bugünkü 112. sahnemizi müşahede ahırlaştırsak. Lakin bütün bu İslam düşmanları İslam'da her xil şekilde hacap bekiş için, her xil müşündak qalaymakançıq çıkırmen dep urun uçula tarixten bu yan hiç üzülmeyen ve bundan kimi üzülmeydi kıyametkice. Bula bütün küçü bilen en çok katı başları nurgun pilallar bilen mangan olsa onun meyli bilip bilmey ergeçken cahilleri fidakarlık olan özüne atalmış ta ki nurgulları ben İslam üçün, ben hak din üçün hizmet kıvatı ben de bütün küçü bilen keç gündüz tırışıp bunun yolu demeyen mümkün. Cephata atışı mümkün. Ama Allah'ın bu nurunu, bu dinini hiç kim öçürüşke kadir emez. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Allah özünün nurunu tamamlaydı. Kafirler ve bunu bu zamanda geçiler. Kulu din kelgende kılsın. Lakin hiçbir zaman öçüremeydi bu nurunu. Bugün 1400 yılını aşkan bir devirde hazırgıça eğer de bu İslam düşmanları dinimizni o'zgartirish qo'lidan kelgan bo'lsa 1400 emas 140 yil keyingi musulmonlar bu angushlarni saqlab qolmagan bo'ladi. Qo'lidan kelgan bo'lsa 140 yil o'tib bo'lguncha allaburun uni o'zgartib xuddi o'zininki allaburun Injil boshqa kitoblari va boshqa nurg'un ozg'un firqalarda har bir kitobni ochsangiz bir xil so'zlaydigan shaklda parcha qilib o'tgan bo'ladi. Qo'lidan kelmaganligi uchun bugun mushundaq taraqqiy qilgan davrda hech kimdan tishib atmaydi bu tema. Ashundaq u yerda bu bulonda u bulonda qaqshab qoldi, deydi, sapsatsin satdi. Allohning la'natiga uchrab dunyodan ketdi, tarixning axlatxonasiga etilib ma'damdi. Bu bir haqqoniyat yani. Shunga biz ichinimiz o bicharalarga Allah to'g'ri yo'l, hidayet yolunu ata qilsin deb tilaymiz. Allah bu nur üstüde bu müstehkem, parlaq Resulullah sübetligendek, şundaq quyoshdak yurib turgan bu nurluq hidayet üstüden Kur'an sünnetin yoludan
hiçbir zaman ayrılmasın, hiçbirimizin dep dua kılımız. Ahirki ömrümüzge, teniqlerimizge. Allah subhanahu ve taala ömür verse yana bir katımlık programımıza aldığımız saat görüşükçe aman bu gayetler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.